Erim Rossiyaga ketganiga endi 2 oy bo'ldi. Avvaliga uy jimjitligidan, kechalari chozilgan sukunatdan qo'rqmasdim. Do'stlar talablariga binoan kattalar videosi Telegram kanalini ochdik. Kimga qiziq bo'lsa havolasini kommentda qoldiraman. 10 mingdan ortiq videolar bor. Kirib bemalol 5 ga 1 ni urishingiz mumkin. 1-2 oyda pul yuborsa, men ham ozgina chidab ketaman deb o'ylardim. Ammo vaqt o'tgan sari kunlar cho'zilib, tunlar og'irlashib bordi. Oila issiqligi degan narsa faqat odamlarning yonida emas, balki qalbida ham bo'lar ekan. U yoqda erim telefon qilib turadi, ammo gaplari ko'proq ish qiyin, pul yig'ishim kerak degan mavzulardan nariga o'tmaydi. Bir kuni hovlimizga yangi qo'shnilar ko'chib keldi. Ularning katta o'g'li Aziz yigitlik chog'ida edi, universitetni bitirib, ish topolmay ota-onasiga yordam berish uchun qishloqqa qaytgan ekan. Men uni ilk bor ko'rganimda ko'zlaridagi iliqlikni payqadim. Odatda yosh yigitlar ko'ziga qaramaydi, lekin Aziz doimo samimiy jilmayib, "Opa" deb murojaat qilardi. Kunlardan bir kun men bozorga borib kelayotib, og'ir xaltalarni ko'tarib qiynalib qoldim. Shu payt Aziz mashinasida kelib menga yordam berdi. O'sha kuni u meni uyimga qadar olib keldi. Oddiy yordam edi, lekin ko'nglimda allaqanday iliqlik uyg'otdi. Oradan kunlar o'tdi. Aziz ko'pincha hovlimiz yonidan o'tayotib salom berib ketardi. Ba'zan 1-2 ogiz suhbatlashib ham qolardik. U yosh bo'lishiga qaramay juda dono fikrlar aytar, odamni tinglashni bilardi. Erimning o'zi esa ko'pincha telefon orqali ham qiziqib so'ramasdi. Bir kuni yomg'ir yog'ib qoldi. Hovlimizda osilgan kirlarimni yigib olishim kerak edi, lekin birdaniga shiddatli yomg'ir quyib yubordi. Aziz chopib keldi-da menga yordam bera boshladi. Ikkimiz shoshilib kirlarni yigib ayvonga chiqib kulib yubordik. O'sha lahzada men birinchi marta uzoq vaqtdan beri o'zimni baxtli his qildim. "Siz juda charchayapsiz, opa", dedi Aziz. "Eringiz uzoqda, siz esa hamma narsani yolg'iz uddalaysiz." Uning so'zlaridan ko'nglim yumshab ketdi. Ko'zlarimga yosh qalqidi, men buni yashira olmadim. Aziz esa menga qarab, "Hammasi yaxshi bo'ladi" degandek jilmaydi. Vaqt o'tgan sari bizning suhbatlarimiz uzayib bordi. Ba'zan bir piyola choy ustida, ba'zan esa hovlida ishlash paytida gaplashib qolardik. Aziz meni opa deb atashni bas qildi, asta-sekin ismini aytib chaqira boshladi. Men ham o'zim sezmagan holda unga yaqinlashdim. Bir kuni kechqurun elektr o'chib qoldi. Aziz hovliga chiqib chiroqni yoqib berdi. Biz ayvonda o'tirib yulduzlarga qarab gaplashdik. O'sha kecha u menga o'z orzulari haqida gapirib berdi. Katta ish boshlashni, oilasiga yordam berishni, baxtli bo'lishni xohlashini aytdi. Men esa unga yuragimni ochib, ba'zan men o'zimni yolg'iz his qilaman. Erim uzoqda, lekin qalbim bo'sh. Buni aytish qiyin, lekin sen bilan gaplashganda men o'zimni tirik his qilaman, dedim. Aziz jim qoldi. Uning ko'zlarida mehr va hurmat aralash hissiyotlar yaltirardi. Kunlardan bir kun Aziz menga qarab shunday dedi: "Sizga nisbatan qalbimda boshqa hissiyot paydo bo'ldi. Men buni yashira olmayman. Ammo siz oilali ayolsiz. Men sizni hurmat qilaman." Bu gap meni larzaga soldi. Men ham uni yaxshi ko'rib qolgan edim, ammo bu hisni aytishdan qo'rqardim. Shunday bo'lsa-da, qalbimni aldab bo'lmasdi. Azizning ko'zlarida men uzoq yillardan beri sog'ingan mehrni ko'rdim. Bir necha kun o'zim bilan kurashdim. Men xiyonat qilyapmanmi yoki bu faqat qalbimning mehrga chanqoqligi xolosmi degan savollar qiynardi. Oxiri bir kuni men va Aziz qishloq chetidagi bog'da uchrashib qoldik. U menga qarab shunday dedi: "Baxtni uzoqdan kutib bo'lmaydi. Baxt insonning yonida, qalbida bo'ladi. Men sizni asrab-avaylashga, sizga mehr berishga tayyorman." Men ko'z yoshlarimni yashira olmadim. Chunki bu so'zlarni men 10 yildan beri hech kimdan eshitmagan edim. Aziz qo'limni ushlab, "Men sizni baxtli qilishni xohlayman", dedi. O'sha ondayoq men tanlovimni qildim. Endi yolg'izlikka ko'nikishni emas, balki qalbimni sevishga ruxsat berishni xohladim. Odamlar nima der degan qo'rquvlar ko'p edi. Ammo hayot bir marta beriladi. Erimning uzoqligi, sovuq so'zlari va quruq aloqasi menga yetarli dars bo'ldi. Aziz esa meni qadrlardi, menga tiriklik baxsh etardi.